Farzandingiz bilan ko'proq necha soat vaqt o'tkazasiz kuniga? Vaqtim yo'q, men ko'chadaman. Xo'p, farzandlaringiz bilan misol o'tirib qachon bir nafurja 1-2 soat suhbatlashdingiz? Kuniga gaplashasiz? Kuniga gaplashamiz. Xuddi o'rtog'idek gaplashamiz, maza qilib o'tiramiz. Farzandlaringiz bilan suhbatlashib turasizmi? Vaqt o'tkazib? Ha. Kuniga necha soat vaqt sarflaysiz? Endi kech paytda, endi hozir ish vaqtida. Ha, ko'proq ishda bo'lasiz, qolgan payti. Bozorlarimiz. Juda ham yaxshi. Farzandingiz bilan ko'proq necha soat vaqt o'tkazasiz kuniga? Vaqtim yo'q, men ko'chadaman. Ko'proq ko'chadasiz. Suhbatlashib turasizmi? Onasi qiladi. Onasi qiladi. Qiz bolalarning o'qishi qanchalik kerak farzand? Hammasi o'qishi mana butun bo'ladi. O'zingizga paketdan hayır. Oson bo'ladi. Bo'lmagan gap bo'ladi. Bo'lmagan narsada prosta o'qitish kerak emas. Faqat nevaralaringiz uchun sizga bir emas, Bolalar, nevarlar, hammasi. ikkita sertifikat topshiraman. Bolalar hammasi o'qitish kerak. Ismingiz kim edi, akajon? Odiljon. Odiljon aka, sizga bir emas, ikkita sertifikat topshiryapman. Sizlar bu orqali farzandlar nevaralaringiz boradigan bo'lsa, 2 million so'mdan 10 million so'mgacha sertifikat yutib olishi va undan tashqari imtihonda yaxshi o'tadigan bo'lsa, nevaralaringiz 100% grant asosida ham o'qishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa bir hafta mumkin ichida maksimallarga o'zingiz yoki ota-onasiga ayting, borib manzillarimizni yozib qo'ygan, telefonlashib borsa bo'laveradi endi. Maylimi? Faqat ulgurib qo'ying, joylar soni cheklangan. Savollarim shunday boradiki, farzandlaringiz bilan kuniga necha soat vaqt ajratasiz? Zahomlar 2 soat. 2 soat. Kechqurun, ertalab 2 soat. Shu bilan ishda bo'ladi. Endi bola chaqa tashvishi, oila tashvishlari bilan bu juda ham yaxshi. O'tida bo'lsak, fayincha o'sha nimasi bilan shug'ullanamiz. Tushunarli.